Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, yaxshimisizlar? Bayramona kayfiyatlarga ketmasin barchalaringizni. Biz ham endi bismillah deb mana shu Sayxunoboddan bir ukam bor. Samarqanddan bir ukam bor, Dilshodbek degan. Mana shular bilan birga bir joyda turib qoldik. Va endi bizdan diniy bayram emas, lekin buni diniy bayram deb hisoblamaymiz, lekin bayram. Dunyoviy bayram. Shuning uchun bir chiroyli ovqat qilib, davrada bir mazza qilib, didor g'animat o'tiribmiz. Bir shashlikka inshaalloh Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha bir pishirdik. Bu Dilshodbek Samarqand qayeridan? Samarqand Selskiy Go'zalibxonada. Mashallah. Bu endi o'zimizni juda ham. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bayramlar bilan. Isming? Azamat Sayxunobod tumani. Sayxunobod. Qani azizlar, endi bismillah hujum qilamiz endi. Barchaga yaxshi kayfiyat. Mana shunday qilib do'stlar davrasida, ukalar davrasida chiroyli bir bayramona kayfiyat bilan ovqatlanamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.